Indoneziyaninki Sindiral Chapa degan ham ekan. Indoneziyaga tegishlimi deyapti. O'sha joyisi. Inglizchadan deymi? Yeah, which is location the place belong to? Indoneziyaga vakolatan Jongoga yig'inga kelgan professor. What your name? Bambang Sui. Bams. Bamiz. O'zininki ilmiy maqolalarini, tadqiqotlarini olib keldi hamda Mishada so'zlangan Jongodagi tadqiqotlarda nurg'un narsalarni his qilganligini so'zlab o'tdi. Demak, o'rganish degan shundoq o'rtaq bo'ladi. O'zimizdan yuqoriladim o'rganimiz, o'zimizdan tanglar bilan o'rganimiz. Biz mau yig'inga kelganimizdan nayt xursand bo'ldik. Nayt nurg'un do'stlar bilan tanishdik. Eng muhimi o'zimizningki sohadagi, o'zimizningki kasbidagilar bilan o'ltirib shundoq suhbatlashish, bularningki o'zininki tadqiqotlarini anglash nayt bir yaxshi ekan. Tunugun bugun nayt bir yashagandek his qildim men o'zimni-chi. Mushu butun dunyodagi mutaxassislar bilan birga o'ltirib. Ham meniki bu yerda deydiganim nima degan chog'da bilim degan narsa shu o'rganish orqali keldi. Andan keyin yana tadqiqot orqali keldi-chi. Shuning uchun biz hozir qatmal ideyada emas, shu imkonba ilg'or bo'lgan, taraqqiy qilib bo'ladigan narsalarni o'rganish orqali o'zimizning saviyasini, turmush saviyamizni yuqori ko'tarish bu qilishga tegishli. Qancha qatmal bo'lsak, shuncha qaloq bo'lib qolamiz, oqid qolamiz. Shuncha namrat bo'lib ketamiz-da. Shuning uchun Shinjongdagi kasbdoshlarga, xalqimizga deydiganimiz nima deganda, men mana 68 yoshga kirdim-da. Endi to'xtamay mana yig'inda so'zladim, men qayta o'rganma deyapman-da. Nima deganda o'zimizning chorvachilik, shu dehqonchilikdagi yangi bilimlarni o'rganib, o'zimizningki turmushimizni yaxshilaylik degan gapni demoqchi. Tushunaman bu hozir aytganimiz butun dunyoda aholi sonining ko'payib ketishi. Shu oziq-ovqat xavfsizligini talabini qondirish va muammolarni hal qilish. Har bir odamning burchi degan-da mana. Hammaylar birlikda o'rganamiz. Sarxilda taraqqiyot suratimiz qatlam. Bizat ishlash berimiz soxtalardan saqlan. Sarxilda taraqqiyot suratimiz qatlan. 1993 barliq kelgan nam bu.